Assalomu alaykum qarindoshlar. Men bu vaqtimli videoda qanday qilib knopkada, ya'ni knopka taxtasida tiz xat bosish to'g'risida to'xtalma. Odatda siz masalan knopka taxtasida 1 minutda qancha xat bosa olasiz? Eng tiz bosganda. Ya'ni cho'qim ma'nosi bor bo'lish kerak-da, mayli uyg'urcha bo'lamdi, inglizcha bo'lamdi. Ba'zanlar tiz bosishinglar mumkin, ba'zanlar osti bosishinglar mumkin. Ondan ba'zan boshqalarning bek tiz bosishini ko'rib hayron qilishinglar mumkin. Ammo sizlar hayron qolmagan bo'lsanglar, men hayron qolgan ahvollar bor, bek tiz bosilgan. Masalan, buning bir rekord va knopka taxtasida eng tiz xatni tiz bosishningki, buni qachon tiklangan desanglar, shu 1946-yili. U vaqtda ham kompyuter yo'q, lekin xat bosish mashinasi bor. Shu xat bosish mashinasida Stella degan bireylan, shu IBM'ning xat bosish mashinasida 1 minutda 216 xat bosgan 1 minutda. Uni qanda desanglar, masalan siz Word'ni chip vaqt qarab turib 1 minutning ichida shu xat bosib 1 minut to'shqan to'xtatsanglar, qancha xat bosganligini shu Word chiqib turdi 1 minutning ichida. Shunda o'lchanglar bo'ldi. Andan keyin endi men hozircha deganda hozirgi rekord mush kompyuterda 2005-yili 212 1 minutda. Endi bizningki ham rekord buzish maqsadimiz yo'q-ku. Mana unda rekord buzish. Ammo biz cho'qim knopka taxtasini tiz bosish, ondan qaramay bosish. Qaramay bosgan chaqda buni endi dastlabda ta'sir bo'lish mumkin, ammo buning hammasinin to'g'ri yo'li bor, to'g'ri o'rganish usuli bor. Masalan, siz hozir oldingizga qaysi market kompyuter bo'lsa, knopka taxtasini qo'lingizga qo'yinglar. Ekran qarab yoki endi dastlabda knopka taxtasi qarab, shu ko'rsatkich barmoqlarni ikki ko'rsatkich barmoqlarni bor, ikkisi bor. Shuni F bilan J. F bilan J ga bunda tutsanglar, silsanglar bir siziq bor. Qo'lingizga urildi bir siziq. Shu har vaqt ko'rsatkich barmoq tutish oldi shu. Shu ekran qarmay, shu qo'lingizlar dal F bilan J da turdi. Bunda tutsanglar bilindi. Qattiq shu holat shu. Ondan keyin shu qo'lingizning ustiga ostiga ekran qarsanglar, mana masalan men ko'rsatish barmoqlarni F da F. Men bir o'ng qo'lingizning uchi J da. J bilan turdi. Bu ko'rsatkich barmoqlar masalan J U ma hamda belgisi, ondan keyin M ma qatorda ashini shu bo'yicha bosadi. Buning endi to'g'ri bir usuli bor. Buni qanday mashq qilmaymiz degan chaqda men bilgan qulay bir mashq qilgan haqsiz bir to'rbetni to'nishtiraman. Uni typing club deydi, ya'ni xat bosish klubi desek bo'ldi. Men uni ichib qanday o'rganishni ko'rsatib qo'yay. Xohlagan bir to'r ko'rgishni ichib adresi typing club check.com. Mushni bassanglar, bu to'rbet chiqadi. Mana o'rganib bitmi shu. Get started. Buni basamiz, boshlaymiz. Qarsak, buning bizga mashq qiladigan ham ko'rsatib turadigan bek qulay, bek yaxshi bu. Masalan, birinchi darsdan boshlasangiz bo'ldi. Buning tili inglizcha. Bu sizlarga ekran ko'rsatmagandan keyin o'to solg'inmaydi deb o'ylayman. Hamda hozir asl ingliz tili saviyanglar bor deb qarayman. Kompyuterning knopkasini bosa oladigan odamlar. Hamda masalan men bir ikkinchi darsni ko'rsatib qo'yay bisib. Mana o'z qo'lingizning tutish oltini chiqarib turdi, qaranglar. Masalan, bigiz barmoqning F da sol taraf, sol qo'lninki. O'ng qo'lning bigiz barmoqchi J. O'ttirsa G bilan H bor. O'ttir barmoq o'ng tarafning K, sol tarafning D. Uzuk barmoq o'ng tarafning L, sol tarafning S. Ondan keyin chimchilar qanda sol tarafning A, o'ng tarafninki men osimcha ketdi. Musholat turdi. Dastlabda men ikkinchi darsda F bilan J ni bosishni o'rganamiz. Masalan, F ni bosdim, J. Good job deydi-ku. Osonga ham uni bosmoq. Masalan, mana shunday ko'rsatib turdim. Endi mashq qilsizlar mushni. Mushu toki knopka taxtasidagi hamma knopkalarga qadar ko'rsatdi boshdan oxirigacha.
Keyingi qarasanglar mana. Nimani bilish to'g'risida ko'rsatdi. J Muşlar mashq qilamiz. Shu sizlarningki hamda tiz bisishinglarga yordam berdi. Buning uchun dastlabda asta bisib ko'nsizlar, jarayon to'g'ri bo'lgan sari undan keyin tizlik o'zi yetishib oldi. Mush asta qilsanglarmi, to'g'ri qilsanglar, to'xtamay qilsanglar, mashq qilaversanglar, tizlik o'zi yetishib oldi. Mana boshladik, qarqi mingdan boshlasangiz bo'ldi. Mana ikkinchisi tugatdik shunaqa, qarasanglar, bosh oxirigacha sizlar ko'rsatib qo'ydi. Hamma dars haqsiz bu, ha? Baylansanglar bo'ldi. Bugun darsimiz emas endi. Bugun bildirgim shakcha. Rahmat.